uchastkaga joy qidirib yuribman. Bitta yaxshi joy bo'lsa uy solardim degan akalarimiz uchun zo'r variant topib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu tomonda mana shu stalvani oldidan boshlab turib, o'sha katta tutumizgacha va bu tomonda o'sha katta teraktimizgacha, ya'ni 11 sotikli uchastkani obzorga kelganmiz. Bu tomonda 3 ta poydevor solingan va bu yoqda ham 3 ta poydevor, xuddi shunaqa 6 ta xona uchun poydevor solib qo'yilgan. Tayyor bog'imizda mana ko'rib turishingiz mumkin, 50 taga yaqin mevali daraxtlarimiz ham ekib qo'yilgan, chiroyli holatda. Bu yoqda ham mana tuproqlar ham o'zlari quramiz deb turib solib qo'yishgan ekan. Tuproqlar ham anchadan beri yotibdi. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Angren shahar, Gulbog' mahallasida joylashgan. Pastki Gulbog' desa hamma biladi. Bu yoqdan maktab tomonga chiqib ketaverish va bu tomonda mana ketaverishda Shina tomon. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bog'imiz ancha katta, poydevorlarimiz ham mana ko'rib turishingiz mumkin. Anchagina baland holatda, ya'ni taxminan 1,5 metr atrofida baland qilib turib uy egalari fundamentlar solib qo'yilgan ekan. Mana bu tomonda ham xuddi shunaqa balandgina. Videoda qanchalik ko'rinyapti bilmadim. Mevalarga keladigan bo'lsak, bu yoqda olmalarimiz, mana bu yoqda giloslar bor, yong'oq bor, bu yoqda tutlarimiz bor. Bu yoqda ham xuddi shunaqa tutlarimiz bor. Svet, suv, gazdan bu joylarda umuman muammosi yo'q. Mana ko'rib turibsiz, gaz turbalarimiz o'tgan shundoqqina. Va qurilish qilaman deganlar uchun teraklarimiz ham bor. Kelib turib uylarni ko'taradigan bo'lsa. Xo'p, uyimizni ko'rib turibsiz, bog'imizni, ya'ni uchastkani bu joyda ikkita aka-uka olsa ham bo'lar ekan yoki ikkita yaqin og'aynilar olib turib uy quraman deganlar bo'ladigan bo'lsa, ikki kishi olsa ham bo'ladi. Nimaga desak, chunki bu uyimiz mana ko'rib turibsiz, burchakda, xalq tilida aytganda uglda joylashgan. Mana bu yoqda mana shunaqa, xuddi shunaqa holatda uglda joylashgan hisobiga mazza qilib turib olib ishlatsa bo'ladi. Ikkiga bo'lsak, mana o'rtasidan ikkita tomonda ham uyli bo'lib qolsa bo'ladi. 11 sotik bo'lgani uchun bu gaplarni aytib o'tdim. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, bu joyimizga uy egalari 25.500 so'rashyapti. Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beramiz ham deyishdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaringiz, to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, agar sizda ham sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sotuvlarda ancha yordam beramiz. Aytgancha, bizga obuna bo'lishni unutmang. Mana shunaqa arzon uylarni, uchastkalarni topish uchun kanalimiz hali sizga ko'p kerak bo'lishi mumkin. Bu videoni esa o'zim uy quraman, uchastka olib turib o'zim uy quraman, o'zim xohlagandaqa chiroyli qilib turib degan tanishlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yuborib qo'ysangiz ancha xursand bo'ladi. Nimaga desangiz, chunki ko'rib turibsiz, bu uchastka ancha hadovoy, tez orada sotilib ketishi mumkin. Bu yoqda mana yo'limiz asfalt qilib qo'yilgan, hech qanaqa open byudjetni kutib o'tirishingiz shart emas. Hammasi tayyor asfaltlar qilib qo'yilgan. Maktabga ham yaqin, bog'chaga ham yaqin, hammasi yaqin orada joylashgan.